Azizlar, bu Ramazon musulmon uchun eng katta imkoniyat. Yetib borishni o'zi baxt biz uchun, azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom minbarga chiqayotganlarida 3 marta amin deganlar. Shunda sahoba ikromlar so'rashgan: "Ya Rasululloh, nimaga gapirmadingiz, indamadingiz, amin deb aytdingiz?" deganda aytgan ekanlar: "Men minbarga chiqayotganman, Jabroil alayhisalom keldi va dediki, agar ummatingiz Ramazon oyiga yetib borsa-yu Ramazondan foydalanib gunohdan poklanib olmasa, burni yerga ishqalansin deganda amin dedim" degan ekanlar. G'animat azizlar. Kimlar yetib keldi, kimlar yetib kelmadi, o'tib ketdi ko'pchiligi. O'tganlardan Alloh rahmatiga olsin. Bizga Alloh taolo ostonamizda turibdi. Ramazonda urush janjallar to'xtataylik, urushib qolgan bo'lsa yarashaylik, farzandlarimizni kechiraylik, ota-onamizdan uzr so'rab qo'yaylik yoshlar. Qo'ni qo'shnilarimizga ozor bermaylik. Ozor bergan bo'lsak, Ramazon kirib kelyapti, uzr deb uzr so'rab qo'ying. Tutgan ro'zangiz qabul bo'lmaydi. Otasini, onasi bilan urushib qolgan bo'lsa, silay rahmda uzgan bo'lsa, qarindosh urug'lar yuz ko'rmas bo'lib ketgan bo'lsa, qo'ni qo'shni bir-birini ustida yozib turgan bo'lsa, tutgan ro'za qabul bo'lmaydi. Harom yeb yurgan, harom ichib yurgan bo'lsa, ro'za qabul bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling. Qorningiz och qolgani qoladi xolos. Uzr, ovozim ko'tarilib ketdi. Hozir mana kirib menga murojaatlarni qilib chiqib ketdi, ishoning. Ayol kishi. Qo'shnisidan yetgan ozorda shunday gapirdiki, men chida olmadim. Shuning uchun azizlar, Ramazonga tayyorgarligimiz avvalo atroflarimizdan yig'ishtirib, hammadan uzrimizni so'rab, gunohdan poklanib chiqaylik. Bugunimiz bor, ertamiz bormi yo'qmi bilmaymiz. Keksalarimizni qadriga yetaylik. Bugun bor ular. Duosini olib qoling Ramazonda. Muhtojlarning duosini olib qoling, yetimlarning boshini silab qoling azizlar. Ihsoningiz bo'lsa qilib qoling. Ramazonda qilinganda savobi katta. 70 marta ko'paytirib yoziladi azizlar. Bu g'animat.